Siz bu ovozni yosh bolalarda ham, qariyalarda ham birdek maroq bilan eshitgansiz. Boshladik. Inson sevib qolsa, shunaqa jinniroq bo'lib qolar ekan. Nikola, aslida ayb senda. Hech ham bunaqa bola bo'lish kerak emas edi. Sehrli ko'zgu, menga ayt, kim olamda eng go'zal? Ota Smurf. Bular menga quloq solishmayapti. O'zingiz bir narsa deng. Salom, men Judy Hopsman. Zootopiyadagi eng birinchi quyon politsiyachi. Multfilmga ovoz berish qiyin deyshadi. Juda ham to'g'ri. Mitta, do'mboq va yashilsan. Muhimi yoqimtoy va ajoyibsan. Biz hozir bu haqida shunday deyapmizmi? Voy, o'rxanim, bo'ldi-da, endi biz albatta boyib ketamiz, xavotir olmang. Meni Marinette deydilar. Oddiygina qizman, kamtarona hayot kechiraman. Lekin men haqimdagi asl haqiqatni hech kim bilmaydi. Bu meni sirim. Sizchi Nargiza Mirzayevani qaysi obraz orqali taniysiz? Kommentariyada yozib qo'ying.